Dieta qilish, ozish bu faqatgina grechka bilan qatuv yeyish yoki kun davomida tuxum yeyish degani emas qizlar. Maza qilib ovqatlanib turib ham ozsa bo'ladi. Faqatgina to'g'ri ovqatlanish ilmini va albatta gormonlaringiz faoliyatiga qarab turib ovqatlanishni o'rganishingiz kerak. To'g'ri va sog'lom ovqatlanib, maza qilib ozishni xohlovchilar 10-noyabrda standart va gormonal ozish kursi boshlanadi. Bemalol o'tib yozilib olsanglar bo'ladi. Aytgancha, meni metodimda sizlar och qolib yoki bo'lmasam faqat grechka, qatuv, tuxum iste'mol qilib ozmaysizlar. Maza qilib, to'g'ri ovqatlanib, uydagi bor mahsulotlarni iste'mol qilgan holatda ozishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Kuninglarni yaxshi boshlab oldinglarmi o'rtoqlar? Kecha men oprosnik qoldirgandim. Kurs haqidagi savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi deb. Ko'pchilikdan savol kelgan, kursga emizuvli ayollar qatnashsa bo'ladimi? Emizuvlilar ozadimi degan savol kelgan. Demak, javob berib o'taman. Emizuvli ayollarimiz bemalol qatnashsa bo'ladi. Bir oyda necha kilo ozish mumkin deb yozishgan. Bir oyda agar o'rta hisobda olib qaraydigan bo'lsak, 5 kilodan 6 kilogacha ozishingiz mumkin. Agar hamma aytganlarimni to'liq bajaradigan bo'lsangiz, xudo xolisa bemalol 8-10 kilo ortiqcha vazndan xalos bo'lishingiz mumkin. Agar vazningiz katta bo'lsa, 100 kilodan oshuv bo'lsangiz, unda birinchi oyi o'zida 15 kilodan oshuv ortiqcha vazndan xalos bo'lishingiz mumkin. Sababi qancha vesingiz katta bo'lsa, shuncha tanangizda yig'ilgan ortiqcha otsetlar bo'ladi. To'g'ri ovqatlanish davomida bularning hammasi birinchi oyi o'zida chiqib ketadi. Ya'ni siz 100 kilodan oshuv bo'lsangiz, ko'proq vazn tashlaysiz birinchi oyda. Xo'p, qizlar qaranglar, ikkala kursi bir-biridan farqini tushuntirib beraman. Gormonal ozish kimlarga to'g'ri keladi, standart kursi kimlarga to'g'ri keladi. Agar sizda ishtahangiz bilan bog'liq muammolar bo'lsa, kechqurun ham xolodilnik oldiga borib ovqat yeb qo'yayotgan bo'lsangiz, ochligingiz shunaqa kuchli bo'lsa, bir kosa ovqat yeyapsiz, to'yganlik hissi yo'q. Tez ovqatlanyapsiz, tez perikus qilyapsiz, tez och qolyapsiz va asosiy yog' qorin atrofidagi to'planayotgan bo'lsa, qo'llaringiz semirib ishib yoki dumbalaringiz, sonlaringizga asosiy yog'ni to'playotgan bo'lsangiz, o'zi gormonalnimda xarita qilib tuzib olamiz deb biz semizlikni. Qo'l sohasi semirishi bor, qorin sohasi semirishi bor, son bilan dumba semirishi bor. Aynan gormonal semizligi bo'lgan ayollarimizda insulin rezistentligi bo'lgan, estrogeni baland bo'lgan yoki prolaktini, kortizoli baland bo'lgan ayollarda xuddi shunaqa semirish bo'ladi. Va mana bu ayollarning barchasini qancha dieta qilib bo'lsa ham ozolmayotgan hamma ayollarimizga men aytaman, gormonal ozish kursiga